azbi pulim ozroq, yaxshi 07 topib bering deyaptilar. Mana 2,5-3 puli bor odamga 2011-yil injektor motorda mashina benzinda, bu mashinaning turishini qaranglar. Bitta petnosi bor, qolgan joylarni o'zlaringiz uchun tekshirtirib olaverasizlar. Gerib labovoylarda, 13 diska balonlarda, radnoy sideniyalar, mashina benzinda o'zini pollarida steklopodobniy qo'yilgan. Bunga original Pioneer Mikrofon karonka pult qo'yilgan. Qolgan hech narsa qilinmagan. Maza qilib minib yurgani qaranglar mashinaning turishini. Mashina narxini 5300 deyilyapti. Kraskasi bo'lsa 5% bor ekan. Qolgan texnik ishlari yo'q, xudo xolasa 2,5-3 puli bor odamga nasiyaga ham beraveramiz. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqsalar, xudo xolasa kelishtirib beringlar.